Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bu darsda arab harflarining sifatlarini o'tamiz. O'tgangi darsda arab harflari maxrajlarini o'tgan edik. Bunisida endi sifatlarini o'tamiz. Darsni boshlashingizdan oldin aytib o'taman. Bu sifatlar mavzusi qayta-qayta ko'riladigan darslardan bo'lganligi uchun umumiyroq, to'liqroq olib keltirilgan. Agar siz bitta ko'rishda tushunmaydigan bo'lsangiz, bu umuman tushunmaysiz degani emas yoki qolgan darslarda ham tushunmaysiz degani emas. Hali umumiy darslar bitta joyga jamlanadi. O'zingiz o'qishda boshlaysiz va yana ora-orada esingizdan chiqqan paytda kelib ko'rib, esingizga tushirib ketasiz. Shu sababdan batafsilroq tushuntirildi. Umumiy sifatlar ikkiga bo'linadi. Zidda qarama-qarshisi bor sifatlar va ziddi yo'q, qarama-qarshisi yo'q sifatlar. Umuman sifatlar degani bu har bitta harfning o'ziga xos xususiyati, xarakteri degani. Misol uchun odamlar ham umumiy holatda bir xil, lekin har bitta odamning o'ziga xos sifati bo'ladi, o'ziga xos xususiyati bo'ladi. Misol uchun kimdir o'ta uyatchan bo'ladi yoki kimdir odobi bilan, hayosi bilan yoki kimdir bezbet bo'ladi. Qisqacha mana shunday, hammaning o'ziga xos sifati bor. Harflarda ham, arab harflarini ham har birining o'ziga xos xususiyatlari, sifatlari bo'ladi. Mana shu mavzuni o'rganamiz. Birinchi, ziddi bor, qarama-qarshisi bor sifatlardan boshlaymiz. Va ulardan birinchi o'rganadiganimiz hams va jahr sifatlari. Bu ikkalasi nimaligini hozir tushuntiraman. Kiradigan harflar soni hamsga 10 ta harf kiradi. 10 ta harfda mana shu hams sifati bor. Qolgan barcha harflar va mad harflari birgalikda hammasi jahrga kiradi. Tushunarli? 10 ta harf hamsga kirdi, qolgan hammasi jahr sifatli harflarga kirdi. Endi hams nima? Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, hams harflarini talaffuz qilganda mana shu harf tovushi bilan birgalikda qo'shimcha havo chiqishi bo'ladi. Mana shu hams deyiladi. Ya'ni tovush paychalari, tovush boylamlari ochiq holatda turadi. Mana shu rasmdagi holatga o'xshab tovush paychalari ochiq holatda bo'ladi. Hams harflarini talaffuz qilganda shuni hisobiga tovush paychalarini o'zi tebranmaydi. Havoda tebranish bo'ladi. Bu o'pkadan kelyapti turgani uchun. Lekin paychalar tebranmaydi. Havo mana shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri oqib o'tib ketadi va mana shu sifat hams deyiladi. 10 ta harfda bor. Tushunarli? Endi jahr xuddi shuni teskarisi. Chiqayotganda tovush boylamlari berkilgan holatda bo'ladi. Ya'ni havo chiqayotgan turgan paytda tovush boylamlari berkilgan bo'ladi va havo bunga urilib chiqishining natijasida tovush paychalarini o'zi tebranadi. Mana shu qism tebranishi hisobiga bu harflar aniqlik bilan eshitiladi. Hamsda esa maxfiy holatda eshitiladi. Chunki havo oqib o'tishi hisobiga. Hams harflari ko'k rangda belgilangan rasmda. Bular 10 ta dedik. 3 ta h harfi ha, ha, xo uchala harflar birgalikda va 3 ta s, fa, sod, sin va qo'shimcha mana bu 4 ta ta, fa, kaf, shin. Qaytarib aytib o'tib ketaman. 3 ta h harfi, 3 ta s harfi va kaf, shin, fa, ta. Mana shu harflar hams harflari bo'ldi. Qolgan hammasi tabiiy madlar bilan birgalikda jahr bo'ldi. Bu harflarda mana shu 29 ta harfda qaysi biri hams, qaysi biri jahrligini ajratib olish uchun oson yo'l bor. Bu harflarni yodlashga qiynalsangiz nima qilasiz? O'sha harfni olib kelasiz. Aytaylik, mana bu fa harfini oldim. Buni o'zini sukunli qilasiz va undan oldinga alifni fathali qilib olib kelasiz. As bo'ldi. Qolgan har qanday harfda ham. Endi qulog'ingizni barmoqlaringiz bilan berkitib mana shuni talaffuz qilib ko'rasiz. Quloqlarni berkitasiz, endi talaffuz qilasiz. As, as, as. Bunda faqat havoni o'zini eshitilinadi. Hech qanday tebranish bermaydi qulog'ingizda. Endi agar siz zal harfini oladigan bo'lsangiz, xuddi shu holatda zalni olib kelamiz. Undan oldinga alif. Endi buni o'qib ko'ramiz.
Quloqlarni berkitib, mana shuni talaffuz qilib ko'ring. Az, az, az. Sezgan bo'lsangiz, aniq qulog'ingizda tebranish bor. Bir zing'illagan tovush kelib turadi. Qolgan har birida mana shunday. Harf topib kelasiz, sukunni qilib, undan oldinga alif fathalab kelasiz, o'qib ko'rasiz. Agar hech qanday zing'illagan ovoz eshitilmasa, demak bu hamz maxfiy o'qilinyapti. Agar mana shu bir tebranish beryapti turgan bo'lsa, xuddi telefonda tebranish bo'ladi-yu, vibratsiya deymiz bizda endi rus tilidan olib. Mana shunaqangi tovush eshitilsa, bu demak jahr harflari bo'ladi. Mana shu ajratish uchun eng oson yo'li. Keyingi o'rganadigan sifatlarimiz bu 3 tasi bittada o'rganamiz. Kuchli, kuchsiz va bularning o'rtasidagi holat. Kuchli ya'ni shidda harflari ham deyiladi. Bular 8 ta harf. Ajidun qottin bakat. Mana shu so'zda birlashgan harflar va undan keyingisi kuchsiz va undan keyingisi bayniya, kuchli va kuchsiz o'rtasida talaffuz qilinadigan harflar. Bular 5 ta harf. Lin umaru so'zida jamlangan. Mana shu 5 ta va 8 tani, mana shu 8 ta kuchli va 5 ta o'rta holatdagi harflardan qolganlari bular kuchsiz rohava harflari deyiladi. Bularga har bittasiga yana alohida to'xtaymiz. Bularda har biriga alohida to'xtalib o'taman. Hozir umumiy holatda farqlarini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, shiddada ya'ni kuchli talaffuz qilinadigan harflarda makhraj berkilib qoladi, ya'ni tovush qamalib qoladi. Rohavada yoki rixva ham deyiladi. Rohavada makhraj ochiq bo'ladi. Tovush bemalol chiqib ketadi. Endi bayniyada bularning ikkisini o'rtasida bo'ladi. To'liq ochiq emas, to'liq yopiq emas, o'rtada. Tushunarliyapti? Endi shiddaga, mana shu kuchli talaffuz qilinadigan harflarga to'xtaydigan bo'lsak, shiddani aytib o'tdik. Harf talaffuzda makhraj to'liq berkilib qoladi. Ya'ni havo qamaladi. Rasmga qaraydigan bo'lsak, havo kelyapti-da, bu yerda berkilib qolyapti. Shidda harflarida mana shunday holat bo'ladi. Bular ajidu qottin bakat, ya'ni hamza, jim, dal, qof, to, ba, kaf, ta. Ana shu harflarda shidda sifati bor. Bularga yodlash uchun bularning ichidagi 5 tasi qalqala harflari. Qalqala harflarning hammasi shidda, ya'ni chunki makhraj berkilganning hisobiga tebranish bo'ladi. Va undan keyingi qo'shimchalaridan hamza, kaf va ta. Jami 8 ta. Bularda shidda sifati bor. Shidda harflari 8 ta dedik. Bular 2 ga bo'linadi. Jarangli, jarangsiz. Jarangsiz harflar bu kaf va ta harflari. Bu ikkisini ko'rdik bundan oldingi holatda. Bularda hamz sifati ham bor edi. Ya'ni havoni qo'shimcha chiqishi bo'lardi. Endi shidda sifati ham bo'lyapti. Bularni ikkisini birlashtirish kerak bo'lyapti. Bir paytda havo chiqib ketishi ham kerak, bir paytda urilishi ham kerak. Makhraj to'silishi ham kerak. Shuning uchun bularni sukunli holatda talaffuz qiladigan bo'lsak, ak yoki at mana shunaqangi kuch bilan boradi, makhraj to'siladi va havo chiqib ham ketadi. Endi jarangli harflar esa qolganlari bu 5 ta qalqala harfi va hamza qo'shimcha. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, kaf va ta harflarida hamz sifati bo'ldi. Bir paytda shiddani va hamzni bildirib o'tib ketdik. Va keyingisida qalqala harflarida harflar makhraj yopiladi va portlab chiqishi bo'ladi. Misol uchun adi, aji, abi, ato, aqo. Mana shunaqangi bir tebranish, kuch bilan chiqish bo'ladi. Endi hamza harfida esa tovush paychalari bir muddat berkilib keyin ochiladi. Buni o'zini makhraji mana shu tovush paychalariga juda yaqin joyda. Mana shuni hisobiga bu kelyapti turgan tovush birdaniga yopiladi va mana shu tebranish beradi. Hattoki bu kindikka ham tebranish beradi hamzada. Misol uchun yu, mu'min, yu'minu deb talaffuz qilinganda makhraj to'liq yopilib qoladi bir muddat. Keyingi sifatimiz bayniya sifati. Bu shidda va rohavaning o'rtasidagi sifat. Makhraj to'liq berkilgan ham bo'lmaydi va to'liq ochiq ham bo'lmaydi. Bu harflar aytib o'tdik. Lin umara, lam, nun, ayn, mim, ro harflarida.
Birinchi nun harfini ko'radigan bo'lsak, talaffuzida an bo'lib qolmaydi yoki an deb ushlab ham turilmaydi. Bitta, ya'ni nunni o'zi kelganda an balandtiriladi, ozgina ushlab turiladi. Misol uchun ani bo'lib qolmaydi, shiddaga o'xshab qalqala tushirilmaydi. An ozgina ushlab turiladi. Mim harfida ham xuddi mana shunday. Am deganda balandtiriladi, ko'p ushlab turilmaydi va qalqala ham tushirib qo'yilmaydi. Ro harfida ham xuddi mana shunday narsa. Er buni ari deb o'qilinmaydi yoki bo'lmasam deb ushlab ham turilmaydi. Lam harfiga keladigan bo'lsak, lam harfida bu ko'p uchraydi. Juda ko'p odam bunga qalqala tushiradi. Lam harfida ali, bali mana shunaqangi bilan qalqala tushirib o'qiydi. Agar shu bayniya sifatini bilsangiz, bunga qalqala tushirmasligingiz kerak bo'ladi. Al, bal. Sezgan bo'lsangiz, shu mahrajda ozgina turish bo'ladi tilda. Tezda olinmaydi. Agar tezda uzib olsangiz mahrajdan ali, bali bo'lib qoladi. Qalqala tushib qoladi. Yoki juda ko'p ushlab ham turmaydi. Al, bal o'rtani ushlanadi. Endi ayn harfida ham xuddi mana shunday holat. Ozgina sirg'altirish, ozgina bildirish bo'ladi. Mana shu bayniya sifatini bildirish kerak bo'ladi. Bo'lib qisilib shidda sifatiga o'tib ketmaydi. Bo'lib qolmasin yoki juda ko'p ushlab ham turilmaydi. Tushunarli-a? Bayniya sifati mana shunday. Shiddadan ozgina ko'proq ushlaymiz. Endi rohavada esa bu bayniya va shiddadan ko'ra eng ko'proq ushlab turiladi harf sukunli bo'lganda. Mana shu 8 ta shidda harfi va 5 ta bayniya harfidan qolganlari hammasi rohava sifatlar, rohava harflari. Bularda biz sukunli kelganda nisbatan ko'proq ushlab turamiz. Rohavaning o'zi ham holati ham shu ediki, mahraj to'liq ochiq holatda bo'ladi. Havo, tovush to'siqqa uchramaydi. Shuni hisobiga buni ozgina narigi sifatlarga ko'ra ko'proq ushlab turiladi. Misol uchun mana rohava harflarini ko'radigan bo'lsak. Yoki as, az, af mana shunday holatda bo'ladi. Mana endi mana shu uchala sifatni birlashtirib nimaga o'rganishimiz kerak, nima foydasi bor, shuni tushuntirib beraman. Tepadagi qizildagi holat bu rohava uchun, o'rtadagisi bayniya uchun, pastdagisi shidda uchun. Biz o'rgangan mana shu 3 ta sifat uchun. Harflar sukunli kelganda qancha vaqt sarflanishi ko'rsatilgan. Aytaylik, rohava sifatli harflar kelganida mana shu qizilchalik nisbat berilyapti. Endi bayniyada undan ozgina kamroq, shiddada undan ham kamroq holatda vaqt beriladi. O'z umumiy holatda harakatli harflarga bir xil vaqt sarflanadi, farqi yo'q. Endi agar harflar sukunli kelsa, biz uni qaysi sifatliligiga qaraymiz, qancha vaqt ushlanishi uchun. Bu tilingizga odatiy hol bo'lib qoladi. O'zi aslida bu arab tilidagi harflar o'z-o'zidan mana shunday talaffuz qilinadi, faqat biz buni maydalab o'rganib ketyapmiz. Bularni o'qilishida misol qilib ko'rsatib beraman. Rohavadan tepadan boshlaydigan bo'lsak, qancha vaqt sarflanishi holati. As, al, ab. Bunga eng kami shidda uchun, bunga o'rtacha va bunga nisbatan ko'proq. As, al, ab. Mana shu narsa uchun kerak bu 3 ta sifat. Keyingi sifatlardan bu istilo va istifolo harflari. Ko'tariluvchi yoki pastlovchi. Nima ko'tarib, nima tushyapti bu yerda? Tovush tanglayga ko'tarilishi yoki tilni orqasi ko'tariladigan yoki oddiy holatda turadigan harflar. Istilo harflari 7 ta. Biz o'rgangan edik-ku, oldingi harfda fathali kelsa o o'qigan edik. O'sha harflar
isti'lo harflari, ya'ni 7 ta. Misol uchun xo, so, do, g'o, to, qo, vo. Mana shunaqangi o bilan o'qigan harflarimiz bular isti'lo harflari. Bu harflarni yana tafhim va tarqiq o'qilish deb ham aytib ketiladi, ya'ni ingichka, yo'g'on. Bitta narsa bular. Isti'lo, istifalo yoki tafhim, tarqiq, yo'g'on, ingichka. Biz oddiyroq qilib yo'g'on, ingichka deb aytib o'tib ketamiz. Tushunarli? Mana shu 7 ta yo'g'on o'qiladigan harflar. Endi shulardan 7 ta harfdan 4 tasi doimiy yo'g'on o'qiladi. Doimo, ya'ni doimiy deganimiz qaysi harakat bilan kelishidan qat'iy nazar yo'g'on o'qiladi. Xosatan kasra bilan kelsa ham. Misol uchun si, di, ti, zi. Doimiy mana shunday. Si yoki di bo'lib ingichkalatilmaydi. Va qolgan nariga 3 tasi bular kasrali kelganda ingichka o'qilinadi. Tushunarli? Fathada, zammada muammo yo'q. Kasrali kelganda ingichka o'qilinadi. Misol uchun qi, xi, g'i, qi, xi o'qilinmaydi. Ingichkalatilinadi. Tushunarli? 4 tasi doimiy yo'g'on va 3 tasi kasrali kelganda ingichka o'qilinadi. Qolgan paytda yo'g'on o'qilinadi. Bu 7 ta harfdan tashqari 3 ta harf bor. Bular lam, ro, alif. Bu uchala harf qachondir ingichka, qachondir yo'g'on o'qiladi. Ularda alohida darsimiz bor. Shunda tushuntirib o'tib ketaman. Batafsil to'xtalib, qachon yo'g'on, qachon ingichka o'qilinadi, bularni tushuntiraman. Endi bu isti'lo harflaridan qolgan hammasi istifolar, oddiy pastlatib o'qilinadigan harflar. Mana bu yerda aniq farqlar ko'rsatilgan. Tovush yuqoriga urilishi yoki tilni orqasi ko'tarilishi. Qof harfida misol uchun qo deganda tovush yuqoriga uriladi. Ka deganda esa tovush tashqariga chiqishga harakat qiladi. Tushunarli-a? Buni dod va dal harflarida ham ajratish mumkin. Bu bizda life hack deymiz-ku. Dod harfini to'g'ri talaffuz qilyapti turganingizni bilish yo'llaridan ham biri o'zingizni qo'llaringizni lablaringizga yaqin olib kelib turib du deb aytadigan bo'lsangiz, tovush qo'lingizga mana shu aniq urilyapti turganini sezasiz. Yoki bir varaq oling, yaqin olib kelib turib talaffuz qilib ko'ring. Du deb endi dod bilan talaffuz qilib ko'ring. Du tovush kuchli urilmasligi kerak. Du deb, ya'ni dal bilan o'qiganingizda urilmaydi. Buni qanaqangi farq bo'lishini qof va kaf harflarda ajratib olsangiz bo'ladi. Qu deb aytib ko'rasiz. Endi ku deb aytib ko'rasiz. Albatta qofni ham to'g'ri talaffuz qilyapti turgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni farqlari shunday bo'ladiki, bu isti'lo harflarida tovush tashqariga juda kam chiqadi, ya'ni zarbasi kam bo'ladi. O'zini qarama-qarshisidagi shunga o'xshash bo'lgan harfga nisbatan anchayin farq sezilarli bo'ladi. Keyingi ziddi bor sifatlardan itboq va infitoh. Yopilgan yoki ochilgan sifatlar. Nima yopilgan? Nima uchun bunday deyilgan? Harf talaffuz qilinib turgan paytda havo og'iz bo'shlig'ida qamalib berkilib qoladi. Mana shuni yopilgan itboq deyiladi. Bu sifatli harflarimiz 4 ta: sod, dod, to, zo. Mana shu 4 ta harfda bor xolos. Qolgan hammasi ochiq, ochilgan harflar. Misol uchun rasmga qaraydigan bo'lsak, vo harfida havo yuqoriga qarab harakatlanyapti. Oldiga harakatlanish uchun bu berkilib qolgan. Shuni hisobiga bular berkilgan, mutboq deyiladi. Dod harfida ham xuddi shunday holat bo'ladi. Havo yuqoriga harakatlanadi. Shuning uchun ustozlarda o'rgatyapti turganda buni talaffuz qilganingda tovushni ichkaridan eshitgandek bo'lasan deydi. Haqiqatan ham bu havo yuqoriga harakatlangani uchun tovush mana bu yerlarda eshitilganday bo'ladi o'zingizga. Tushunarli-a? Mutboq yoki itboq sifati mana shu, berkilib qolishlik. Keyingi sifatlarimiz izloq va ismot. Bular siz bilishingiz, yodlab olishingiz juda ham zarur bo'lmagan sifatlar, bilsangiz yaxshi, lekin rostakam tatbiqda bular juda katta ahamiyatga ega emas. Ma'lumot sifatida o'rganib ketamiz. Izloq nima? U
oson talaffuz qilinadigan harflar. Nima uchun oson? Bular lablarda joylashgani uchun yoki tilni eng uchki qismlarida joylashgani uchun talaffuzga oson. Mana shu harflar. Bular 6 ta: lam, ro, nun. Bular til oldi harflari, til uchida chiqadi, oson chiqadi. Va lab harflari: fa, ba, mim. Bular oson talaffuz bo'lgani uchun bular izloq, yengil talaffuz qilinadigan harflar deyilgan. Va endi ismot bo'lsa, buni teskarisi. Bularga ko'proq harakat talab qiladigan harflar. Mana shu narsa xolos. Ya'ni qayerdan chiqishi, qanday talaffuz qilinishi haqidagi sifatlar. Bitta vav harfi bor. Bu ham ismotga qiyinroq talaffuz qilinadigan harflarga qo'shilib qolgan. Vaholanki lab harfi bo'lsa ham. Chunki bunda ham ko'proq harakat talab qiladi. O'zbek tilidagidek oson talaffuz qilinmaydi, nisbatan lablar oldinga chiqarib, bo'rttirib talaffuz qilingani uchun, harakat talab qilgani uchun buni qiyin talaffuz qilinadigan harflar qatoriga kiritilgan. Izloq va ismotga yoki bo'lmasam bu itboq, infitoh, bu oxirgi 4 ta sifatga juda ko'p to'xtalib o'tirmadik. Chunki bular sizga hozir amaliy o'qishda juda ham hozir muhim ahamiyatga ega emas. Bilsangiz, bilib qo'yganingiz yaxshi. Bundan oldingi itboq va infitoh bularni bilib tatbiq qilsangiz yaxshi, lekin juda ham hozir sizga zaruriy emas. Sekin-astalik bilan talaffuzda chiqib ketadigan sifatlar bular. Ziddi bor sifatlar shular edi. Darsimiz bundan ham cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda to'xtatamiz. Keyingi darsda ziddi yo'q bo'lgan sifatlarni o'rganamiz.